Çayli. Pek uzun uçup kettik. Pek erip kettik. Sepni buzmanglar. Çayli. Putum tüşük bolğan diken, pek sat göründü diken. Mening mengizimmi sat ko'rinadi ekan. Men oqqu bo'p qolgan bo'lsam, ha? Qarang, o'xshita oldimmi? Bek o'xshatding. Aquni o'zlib oldim. Nima qilyapsan? Jim tur. Uvamni buzib atding, so'roq bo'ldingmi? Kechirgin ko'mabdiman. Mushundaq deydig'ini bilatdim. Uvamni yasabda. Qasddan tishimga tegmadim. Mengizimni taraqi surkib olay degandim. Berib boshqa daraxtga surka. Ballarimni chuchitib atding. Men ballarimga don beraman. Uni buzlatmagandimmi? Men pishidan vositadan qarashimni to'g'ri bilmayman. Uni ayblama, u amalsiz. Undaq deganing bilan ham don topaman, ham uv yassam bo'ladi. U surkab tursa mengiz chiqadi. Mengiz chiqib qolganda qichishmaydi, shuni surkab turaman. Hammasi shundaq deydi. Bug'u mengizni surkaydi, eyiq dumbisini surkaydi, qoplan tirnog'ini bilaydi. Mencha to'xtamay qolaman. Xo'sh, endi diqqat qilaman. Bo'ladi, shundaq qil. Ballarim, men keldim. Ben bu tezroq cho'ng bo'lgan bo'lsak, bundaqcha qavorchilik yo'liqmaydi. To'g'ri, cho'ng bo'lsak kuchli bo'ladi. Hechimda qo'rqmaydi. Hech kimga bozak bo'lmaydi. To'g'ri. Suvga tushaydimi? Ma'qul. Ketmanglar. Qadinas do'stlarim qo'rqamsizlar? Yo'q, biz qo'rqmadik. Ehtiyot qildik, shunda qilmasak bo'lmaydi. Deganlaring o'rinliq. Albatta o'rinliq. Sizlar bakban turkansizlar. Hech nimadan qo'rqmaydi ekansizlar. Hamon bir kuni bizga hech kim tankilanmaydi. Yurishtirishinglar g'alati-ku, ha? Biz kaskanmas chaqchaqdan bizo. Tushundim. Biz baldiroq cho'ng bo'lsak deymiz. Cho'ng bo'lasizlar. Qachonliqqa deb bering. Oldirib ketmanglar. So'di qachonliqqa? To'g'ri, qachonliqqa? Oldirmanglar dedim-ku. O'z jarayonidagi har bir kunni qadrlanglar. Hayotning har bir kuni ko'ngilli o'tish kerak. To'g'ri, biz qachonliqqa cho'ng bo'lgan bo'lamiz? O'z mas'uliyatinglarni tushungan ham uning huddisidan chiqolgan cheg'inglarda. Aniq vaqtni so'rasanglar, sen ba, sana yana 1 yil bor. Sanga-chu? Sanga yana 1 yil bor. Yana 1 yil saqlaymizmi?
Bu neymiş? Sen ketip atsan o. Beni kutuldurma. Bu oral emesken. Yetkili vatıga. Beni kutuldurma. Korkma, ben geldim. Ben geldim. Çapsan, bu oral emes olmaz diken. Mening dimbamda nemish qilasan? Men aral emas, alvasqim emas. Ben ömrümde sizdek çoğun taşbaqını görüp bakmagan. Üstündeki balını qirg'oqqa chiqib qo'y. Bo'ldi. Endi u bexatar yerga chiqdi. Simba! Bimbo! Bimbo! Simba! Ben ne iş yok? Yok ancak gelme. O rastgele bek çoğunken. Taşbaq hanım, ketmey durun. Nereden kelgeliniz neden veremsiz? Recep İgizkensiz. Bunundan qarğanda uzun yıl yaşapsiz. Shundaq, yaşavatqılı necha yüz yil bo'ldi. Bizning bo'yimiz to'xtamay o'sidi. Endi sen yeshiniz bu daryoning yeshi bilan o'xshashganda. Ancha farqlanmaydi. Recep çok geldi. Ulan nerede? Ben direkt çıkıp bakay. Şimdi. Ula çokum ağda onun kendi. Hayli. Ya udun emez taşbakken. Onun işi çoğun boğan degen baylık bayalarını çoğun biledi. Nime? Baylık. Baylık kömülgen çıkıyanı biledi. Bana. Ceto, orang kita anglap pakai Ceto. Banyak boleh. Cap sampel. Siz yarışardaki en çok taş bakı mı? Nima desam bo'la, balkim shundaqdir. Men sizlarni yoqtirib qoldim. Nimişqa? Yoshlar ko'tarank ruhli keladi. Mana mendek mo'maynimni tetiklashtirib etdinglar. Ama yaş emas. Mening oldimda yosh hisoblaysizlar. Hepsine çeşkin olsanın. Balalarim bilishinglar kerakki, har qanday sharoitda ayol kishining ishini so'rashga bo'lmaydi. Keçirin, hepsi bisharat berelem siz. Ma'qul. Timsohning bo'g'isi bilan mo'misi yosh chog'da men allaqachon qerib ketgan. Siz yarışardan tam tuğulgan mı? Yo'q, men uzun yil yashagan bo'lsam-mu, unchalik cho'ng emas. Men tug'ilganda yer sharining shakllanganiga oz deganda 3 milliard yil bo'ldi ekan. 3 milliard yil degan oz vaqt emas. Simiz anla. Rosma? Rost bo'lmaydi. U chog'da yer sharining ustini quyuq atmosfera qavati qoplagan ekan. Chaqda yer bilan osmon ustunlik talishib, to'xtamay erishib ekan. Alem bina bo'lish jarayonida eng dastlabki hayotiy atomlar paydo bo'ldi. Atomları? Ha,
Uşaq mikrosomani deyman. Nima? Ular urug' o'xshaydi, konkret desak, hayotlik urug'i. Tushuntirib bergan bo'lsangiz. U hayotlikni tashkil qiluvchi hujayraning barliq moddalarini o'z ichiga olgan bo'lib, yer sharidagi barliq hayotlikning manbai hisoblanadi. Nagarib ketdi, ojo. O'chaqda hayotlik bo'lmasa, bu ishlarni siz qanday bildingiz? Shundoq, o'chaqda hayotlik bo'lmasa. Men hayotlikning paydo bo'lish jarayonini bilaman. Bu bizga tava bo'lgan gen irsiydi. So'zlayversiniz. To'g'ri, so'zlayvering, ha? Ma'qul. So'zlayvering. Taxminan 1 milliard yildan keyin eng dastlabki molekulalar tadrijiy taraqqiy qilib, taq hujayirlik hayotlik shakllangan. Keyin o'zgarish orqali ko'p hujayirlik hayotlik yoki meduza shakllanib, dengizda yashagan. Ularning oziqlik topadigan nurg'un antenasi bo'lgan. Keyin qasraqlik bulutsimon ham ushshaq jonliqqa aylangan. Ular taq hujayirlik hayotlikdan shakllangan. Oylar o'tib, yillar o'tib, hamma ish to'xtagan. Barliq tadrijiy taraqqiyot asosan bir yerga borgan. Biroq bundan taxminan 500 million 500 ming yil ilgari o'zgarish yuz bergan. Hayotlik zo'r darajada taraqqiy qilgan. Yer sharidagi barliq dengiz okeanlarda degidek eng qadimiy jonlilar intiozavrlar paydo bo'lgan. Har xil intiozavrlar bu yerda orom olgan, ko'paygan, oziqlik tepish uchun quruqlikka chiqqan. Ulardan ba'zilari qo'shmakonli hayvonga aylangan. Qo'shmakonli hayvon degan nima? Chamsasimiz quyruq tadov. Mana men qo'shmakonli hayvon timsohmi shundaq? Kesib aytalamsiz. Albatta. Sertifi Petrozavrning davri tuqquni. U 2-era davridagi o'mlik hayvon. Shundaqla qo'shmakonli hayvon. Ular suvda va quruqlikda yashay oladi. Sizlar bilgansizlar, men qo'shmakonli hayvonning avlodi ekanman. Biz ulardan jiq farqlanamiz. Necha ming yil ichida o'zsiz taraqqiy qilgan. Necha ming yil? Shuncha uzun yilmi? Keyin yer sharining havosi namlashib, nurg'un o'simlik va hasharotni o'sish muhiti bilan ta'minlagan. Bundan 270 million yil ilgari qo'shmakonli hayvonlar yer sharining xo'jayinlari edi. Biroq uzoq qolmay muzliq davri yetib kelgan. Yer sharining bir qismi muzning ostida qolgan. Bir qismi bo'lsa qaqasliqqa aylanib, hamma yerni qum tosh bosgan. Muzliq davr barliq hayotlik uchun qiyin davr bo'lgan. Qo'shmakonli hayvonlarning hammasi degidek to'nglab qolgan. Ammo timsoqqa mendek o'mligich hayvonlar saq qolgan. Keyin yangi davr boshlangan. Bizdek o'mligich hayvonlarda g'oyat zo'r o'zgarish bo'lgan. Keyingi 150 million yil ichida ular quruqliq ham havoga xo'jayin bo'lgan. Ba'zilari mang'alagan, ba'zilari uchalagan. Qushqa o'xshashmi? Unda qushlar o'mlik hayvonlarning avlodimi? Albatta, ya'ni kaslanchiqmi bor, ammo ularning tadrijiy taraqqiyoti odatdagidek emas. Ana bos quyrug'ini chiqarib oldik. Qara baqayli, u yana qanday bayliqni juradi ekan. Kaslanchiqning tadrijiy taraqqiyoti nimishqa odatdagidek emas? Aldirma Toshbaq xonim deb berdi. Chunki bir xil kaslanchiqning dumbisida cho'qchin chiqqan ustixon bor edi. Men bu sening dumbangimi? Ashunda qisqan chiqqan bo'lsa demsan? Sizlar nima qilyapsizlar? Nima istayapsiz? Sizlar kim? Men ajab ko'rib boqmabman. Ular qo'rqib ketdi. Biz sizning baylig'ingizni izlayotdik. Mening baylig'im nima? U mening badanimda. Agar bayliq badanda bo'lsa, Bek boy hisoblanadi. Ammo men boylig'imning jiqligidan emas, balki tinimning saqligidan boy hisoblanaman. Bizning o'rtaq boylig'imiz bor. Zo'r boylik. men biletdim, uni jiq bayliq biletdim, Alloh bilan biletdim. Bo'ladi.
Agar xohlasanglar, birga boraylik. Boylik boyay jiroq emas. Sizlarni hozirla boshlab boray. Bu yer menga tanishliq, men boylik ko'migan. Jiringlar. Ma'qul. Bu fursatdan foydalanib sizlarga yana so'zlab beray. Dümbisiga ustixon o'sib chiqqan bir kaslanchik bor bo'lib, ustixonning uzunligi 2 metr keladi ekan. Bu bek muhim. Biz uning avlodlari keyin doim oftobga qoqlanqashqa uning qini qizib ketibdi. U yana buyuk ovchiga aylanibdi. Bo'ldi, keldik, chiqinglar. Men sizlarga degan boylik tog' jinsidagi toshqa aylangan jism. Aya qaranglar. Toshqa aylangan jism pul g'erandiganda ko'rpa qaycho. Toshqa aylangan hayvon u xuddi toshqa band qilingandek turdi. Onun obrazini aniq ko'rgili bo'ladi ekan. Toshqa aylangan mushu hayvonlar ham o'simliklar bo'g'ashqila biz qaysi davrda qanday turlarning bo'lganligini bilalaymiz. Bu dinozavr oilasiga tava. Mingizlikli qattiq ona pul g'alami? Ayta. Amaliyotda bu mingizlik dinozavr iradan burungi hayvonlarning bir qismi. Ular bek cho'q. Ba'zi yerlari do'stimiz timsoqqa bek o'xshaydi. Shundaqmi? Qarab ularni usrab kelsa kesmatkil bo'ladi. Kichikroq tashbamga qarab boqayli. Bora. İradan buruq hayvanlarning turqi qandoq deb faqat tushunamadim. Ular qadimiy davrda yashagan hayvonlar. U chog'da kishilar xat yozishni, metallarni ishlatishni bilmaydi. Uning badani bek uzun ekan. Men bayqidim. Puti qushga o'xshaydi ekan. To'g'ri. Uning iskeletimi qushning iskeletini eslatadi. Dinozavr kayni puti bilan menib, oldi puti bilan qo'g'dinadi. Ba'zilari go'shxo'r bo'lib, qo'rqinchli. Tishlari o'tkirib, yana ba'zilari to'rt puti bilan mang'adi. Besh kichik, bo'yni uzun edi. Ular o'tkir hisoblanadi. Ular kichik sinirli hayvonlar, faqat yarim kechiqlar o'zini chiqardi. O'tkir dinozavr qo'yrug'i bilan qo'g'dinadi. Ularning terisi go'shxo'r dinozavrlarning hujumidan mudofaa qilinadi. Tyrannozavrlar eng qo'rqinchli ovchi bo'lib, yer sharidagi eng vahshiy hayvon hisoblanadi. Bedenining uzunligi 12 metr, tishining uzunligi 20 sm keladi. Necha million yil jarayonida bu g'oyat zo'r hayvonlar yer shariga tahdid solib kelgan. Kichik sut emgichi hayvonlar hayot qilish uchun yoshinib olishga majbur edi. O'tkir dinozavr ballardan bir qadammo ayrilmaydi. O dinozavrlar ne ketgan? Ularning toshqa aylangan jismini ko'mdik-ku. Qo'rqinchli ofatga uchragandan keyin nasli qurib butunlay yo'qolgan. Nimishqa hamdi? Ular shundoq cho'ng tushib tursa, ularning nasli qurmaslik kerak edi. Biroq taqdirga bir narsa tegilib bo'lmaydi. Bir g'oyat zo'r meteorit yer sharining atmosfera tabiatidan o'tib dengizga tushgan. Bu dahshatli dengiz shavqini ham yer tavrashni paydo qilgan. Quyuq chang to'zon shiddat bilan yer shariga hujum boshlagan. Yer sharini bara-bara chang to'zon qoplagan. Hatta quyoshning ko'gili bo'lmagan, temperatura shiddat bilan tuvalligan. Zaharli gaz jism bilan kislotalik yomg'ir og'ir quruqliqqan dengiz suyidagi zo'r bir turkum jismni nobud qilib o'tgan. Shunday qilib yer shari nihoyat qisqa muddat ichida barliq aholisidan mahrum qolgan. Shundoq, ammo biz hayot cho'qim mavjud bo'lib tura olmaymiz. To'g'ri deding, albatta shundoq bo'ladi. Sen, men ham ikkilanmo bizning jamoatimizga tava. Bu ikki
mı bizim ecdadımız mı? Kızıq gap boldi. Yurşunu olgan barlıq hayvanlarning ajdodimiz bo'lishini atayin. Mana mağa gap bo'ldi. Keyin qandaq bolgan? Keyin nurg'un jonliq uyg'onishga boshlagan. Muzliq davr oxiri o'tib ketgan. Yer shari issigan. Nima degan uzun vaqtda? Jonliqlar yana yangi musofirni boshlagan. Menimce bu taşqalanğan cisimden mı yaxşı? Menimce bu texmi çıktı qaraydı. Qandaq ahvolingіз, Toshbaq xonim? Hozir keldingiz mi? Ya, O bizga ajdodimiz so'qisiga kelgan etmadi. Bak dalaylikkan sizlar nurg'un bilim o'rganyapsizlar. Shundoq, biroq men o'ylayapman, bular rost ishmidi yo rivoyatmidi? deganlarimning hammasi rost ish. Yer sharining hikoyasi rivoyatdan sirliq. To'g'ri, bek sirliqkan. Qaranglar, biz bayliq topildi. Qandaq boyliq? Taş, qo'loliq. Güzel taş, chiroyli qo'loliq qildi. Sizlar degan boyliq mushumi? Shunda. Ularning hech qanday qimmati yo'q. Chiroyli bo'g'ini bilan pulg'anmaydi. Sizlar Toshbaq xonimning gaplarini anglsanglar tushunasizlar. Haqiqiy boyliq bilimdir. Bugun u sizlarga ajoyib yaxshi so'q taqdim qilib, yer sharining hikoyasini so'zlab berdi. Endi ketay, dengizni kesib o'tmasam bo'lmaydi. Hamon bir kuni haqiqiy boylik tepishinglarga tilakdoshman. Sizni dengizga olib qo'yay qadrli do'stim. Men dinozavrga aylanib tush ko'raman. Men shunday tush ko'raman. Ishxonam ham bo'ldim. Nima degan umoq bollar? Qara, Kedin. Sinba bilan Binbo qushqa sinchilab qaradi. Chunki ular qushning ajdodini bilib olgan edi. Ular Toshbaq xonimning so'zlaridan bilim o'rganib olg'ashqa bek xo'shal edi. Ular Adinaroning so'zlarining to'g'riligini his qildi. Haqiqiy boylik bilimdir. Bilim ularda yangi ajoyib qarayib ishlarga taqobil turish ishonchisini turg'izadi.